Uzun CSS dərsiga 50-ci qism CSS öyrənişdən qısqacha xulosa. Shundaq qilib, uzdul yurishlik darsliklardagi CSS darsligining oldin 49 qism darsligida biz asosliq torbat uslubini belgilashga munosabatli mazmunlarni o'rganib o'tdik. Keyingi qadamda yana torbat uslubini texmo yaxshi loyihalash uchun HTML5, CSS3 va JavaScript o'rganishinglarni tavsiya qilamiz. CSS3 eng yangi CSS o'lchami hisoblanadi, lekin CSS ni o'rganib bo'lgandan keyin CSS3 ni o'rganmoqchi bo'lsak, uningdagi bir qism yangidan qo'shilgan mazmunlarni o'rgansak, buni ishtikli o'rganib keta olamiz. Ankin HTML5 keyingi avlod HTML hisoblanadi. Biz uzdul HTML darsligimizningki keyingi 50 qism darslikning eng keyindagi 14 qism darsligimizda o'sha HTML5 haqida nuqtaliq so'zladik. Andan keyin JavaScript dunyodagi eng mo'l bo'lgan tek kod tili hisoblanadi. Shunga bu tek kod tilini bilsak, torbat unimiga nisbatan texmi bir daraja seviyaga yuqori ko'tarilgan bo'lamiz.